yaxshimi? Yaxshi. Bizning da bek yaxshi. O'zingiz bilan tanishtirib ketsangiz edi. İsmim Aysulu. Aysulu, yaxshi. Qayda o'qiysiz, ishlaysiz? 11-sınıfda o'qiyman maktabda. Hamma sizning javobingizni tinglab qaraysiz edi. Demak, osh bo'lsa yota, to'q bo'lsa turib o'tira. Ulshav tugilmi u? Narsa? Ulshav. Ulshav. Iyi. Aha, osh bo'lsa nechta bo'laydi u? Onda endi necha aytganda u? Demak, ulshavga biz narsani Baba shulimi, onun svilkalari yota. yota, mana shu osqa atava. İyi, az qatava. To'q bo'lsa turib o'tira. İyi. To'q bo'lsa turib o'tira. Ana shundan bek qiziqligini javobingiz. Yaxshi, hamda uydagiz bizning kompyuterimizda javobini tinglab qaraylik. Uning javoblari shular qiziq bo'ladi. Mana shunday qiziq uning javoblari. Yaxshi, uydagiz ikkinchi variantimizni aytib qarag'iz endi. Boshqa yo'q variant. Nechta endi? Bo'ratish, men ishonmayman. Osh bo'lsa yota, to'q bo'lsa turib o'tira. Boshqa bilmayman. Nechta bilmaysiz? To'g'ri, bek olsat. Bilmayman deb aytirgan. Hamda biroz o'ylab qara, hamda durust javob topsangiz, shodlantirga bekda yaxshi. Demak, osh bo'lsa yota, to'q bo'lsa turib o'tira. Shunday yengil tovushmadi deb aytindi bu. Bilmayman. Yaxshi, Aysulu. Yaxshi olsa biz sizin bilan sog'lashamiz. Hamda qizg'anishga qarshi bizning do'qonlarimizda Albina. Yaxshi, Albina biz sizin bilan tanish. Hamda Albina shulay bizning bir konkursimizda yengib chiqqan edi, shulaymi? Hamda sizning javobingizni tinglab qaraylik. Demak, osh bo'lsa yota, to'q bo'lsa turib o'tira. Bu qattiqdi bilim, chunki anga aybir tutursang o'tirib o'tira. Aybir bilmasang bo'sh yota. Mana shulay ulug' kishilar javob topmagan topishmoqqa. Demak, bizning yosh qatnashuvchilarimiz, yosh radio tinglovchilarimiz javob topa. Albatta bu ko'pchilik osh bo'lsa yota, to'q bo'lsa turib o'tira. Yaxshi, seni Albina qatnam, hamda senga tag'in 3 ball beriladi. Mana shulay deb bizning ikki qatnashuvchimizning 6 ball bo'ldi. Yaxshi, hamda sening yaratgan jirishing Zeynep Farhadinova. Sening uchun bir ijroni boshqarib chiqashaq. Sizning bilan hozir xo'shlashamiz. O'ngishlar sana, ham tag'in bizga sholtirat, yaxshimi? Yaxshi. Xayrli kishlar sizga. Bek zo'r rahmat. O'zingiz bilan tanishtirib ketsangiz edi. Mening ismim Osu, maktabda o'qiyman, 9-sinfda. 9-sinfda qaysi maktabda sir bo'lmasa? 10-maktabda. 10-maktabda. Yaxshi, anglashildi. Hamda aytsangiz sizning javobingizni tinglab qaraylik. Demak, qulog'i bor, boshi yo'q. Mening javobim shilak bo'ladi. Shilak bo'ladi. Nishlab shulay deb o'ylaysiz? Chunki qizlar suvga jirgashdi. Sovuq sabab bo'lgach, anadan ishmagan. Anglashildi. Shilak deb o'ylayman. Demak, siz bizning topshirig'imizni bek ig'tiborli tinglaysiz, shulaymi? Yaxshi, hamda aytsangiz kompyuterning javobini tinglab qaraylik. Mana shunday olqishlar bilan qarshi ola durust javobni. Demak, bu shuningda shilak bo'lib chiqdi. Qulog'i bor, boshi yo'q. Albatta shilak. Sizni qatlaymiz, sizga 3 ball berildi. Hamda sizning yaratgan jirishingiz yaxshi, Zahra Sharifolin sizning uchun o'zining ijrini boshqarib chiqashaq. Biz sizning bilan xo'shlashamiz. Ham tag'in bizning radiomizga, bizning studiyamizga sholtiratasiz, yaxshimi? Yaxshi. Sizga da rahmat. Ham o'zingiz bilan tanishtirib ketingiz endi. Mening ismim Liliya. Yaxshi. Tag'in siz qayerda ishlaysiz, o'qiysiz? Men o'qiyman institutda. Institutda. Qaysi institutda? Iqtisod institutida. Iqtisod. Yaxshi, anglashildi. Demak, suv ichida yotishi, kibitlarda qotasi, onsiz yemak yeyilmas, ona yomon deyilmas. Narsa ekan bu? Balki bu tol shibig'i deb o'ylayman. Tol shibig'idan urilgan kartin da bo'lishi mumkin endi. Anglashildi. Nishlab shulay deb o'ylaysiz? Chunki tol suvda o'sha, ondan urilgan kartin magazinda qotindi. Mana ondan boshqa jilak tajib bo'lmaydi. Jilak jiyilmas tugul, yemak jiyilmas. Yemak jiyilmas, ona yomon deyilmas. Bunda demak, onsiz taban hazırlaw mumkin tugul degan ma'noda keladi bu so'nggi ikki yo'q. Yaxshi, sizning tol shibig'i degan javobingiz
Anlaşıldı. Hem sizin cevabınızla bizning cevabımız şulayrak bulaşak. Eshitganingizcha kuldi bizni kompyuter. Demak, tag'in bir o'ylab qaraylik. Suv ichida yotishi, kibitlarda qotisi, onsiz yemak yeyilmas. Ona yomon deyilmas. Olaysa belki balık turunda bu. Balık anlaşıldı. Sizning üsteligizde balık gün sayın bulam ekan. Ne kişi var idi? Kişi var idi. Bugün demek siz ondan aşamısınız. Tabanını ezirlemisiz, hem de balıkını kütüp durasız. Şulayma? Yok. Yok. Elbette biz dediğiniz boyunda yaşarsak balık degen cevap belki kabul edilir de. Ama lakin kazanışa karşı biz deniz yanında yaşayımız. Bizim yanımızda var edik yuvağına alıp yata. Yaxşı balık degen cevabımız kabul edilir. Hem ne bizim cevabımız şulayrak bulaşak. Yaxşı, aydagiz işinchi variantımızda müntip qarağız. Demek, su içinde yotishi, kibitlerde qotisi, onsiz yemek yeyilmas, ona yomon deyilmas. Siz biraz yaqinroq keldingiz endi javobga, ammo lekin beguk durust tugul. Oy, balıktan başkası vatan taşkına oturgandir endi bilmeyim. Nersa? Taşkına oturgandir endi tag'in balıktan başkası altında. Tosh? Tosh. Anlaşıldı. Tosh. Siz toshlarni stolga nega qo'yasiz? Toshni so'rayman. Ne ishlatasiz siz onu stolga qo'yib? Shulaymi? Meni endi siz stolga toshni qo'yib boshlaysizmikan deb o'ylagan edim. Yo'q, ola qo'ygan joy. Yo'qmi? Yo'q. Sizning javobingizni qabul ettirganmisiz, yo'qmikan? Kimdir sizga unda yo'q, qabul etmangiz deb aytib turadi. Eshitamiz, biz barisini eshitamiz. Demak, qabul etmaskan. Biroz o'ylaymiz maqsum olaysam. Alo. Pipi tarafdan var. Qanday aytasan uni? Yo'q, qaramanmanda. Ko'p. Demak, bo'lishuvchilar ko'p. Hamda bir bosh o'rinda ikki bosh bo'lsa, aybatrak deylar. Ammo lekin tovushmoqlarga javob berganda bu qoida saqlanilmay, hamda bizning javobimiz shulayroq bo'lacak. Yaxshi degan sizning javoblaringiz bitta da endi 3 variant bo'ldi. Siz xushlaşabız, tag'in bizga sholtiratasiz, hamda shiratdagi sizning sholtiratasiz balki o'ngishliroq bo'lacak. Benim ismim Liliya. Liliya, demak, anlaşılgancha, bu bizning birinchi Liliya, demak, u bizga bir tapqa sholtiratgan edi. Hamda qizg'anishga qarshi uning javobi interesi bo'lmadi. Yaxshi. Sizning javobingizni tinglab qaraylik. Demak, bu narsa ekan. Men de bilmayman, javobim durustmikan? Ammo yolqin to'g'rimikan? Yolqin? Ayyo. Yolqin. Demak, u buni tutarga qo'rqamasang deb pishira. O'zi yoltiraydi. Qoltiraydi. O'zi yoltiri, o'zi qoltiri, ko'rarga ko'rkam, tutarga qo'rqam. Anlaşıldı. Sizning javobingiz hamda bizning javobimiz shulayroq bo'lacak. Yaxshi, sizga shulay ish bal beriladi. Sizni qutlaymiz. Demak, bu ut yoki yolqin bo'ldi. Albatta, ikki so'z bir ma'noga ega. Yaxshi, sizni qutlaymiz. Hamda sizning yaratgan yurishingiz Oydarg'alim. Yaxshi, Oydarg'alim sizning uchun o'zining ijroini boshqarib chiqashak. Hamda biz sizning bilan sog'lashamiz. Sog' bo'ling. Elvira, qayda o'qiysiz, ishlaysiz? ishlayim Sberbankda. Anlaşıldı. Bek yaxshi. Hamda sizning javobingizni da tanlab oldik. Demak, ifanasi 12dir balasi. Kimning tida joysan, ning tishda izlaysan. Sizning javobingiz? Turma. Nishlab shulay deb o'ylaysiz? Aydagiz, dalillab beringiz o'zingizning javobingizni. Nishlab turma? Turmaning tishlari bor. Iya. Shundan. Alo. Alo, tanlaysiz sizni. Turmalaganda tishlari tishi. Kimning tishlari tishi? Turmaning. Turmaningmi? Turmay turgan narsaningmi? Anlaşıldı. Turmani sizning fikringiz bo'yicha narsadan yasaylashim, olay tishlari tishatirgan bo'lsa? Ağaçtan da bular. Anlaşıldı. Demek, qaysi bir vaqtda shulay turmaning tishlari tishadi, hamda biz ularni izlab yuramiz, yerdan urmalab, idandan urmalab, hamda topqash yangadan o'zimizning turmamizga qo'yib da jibaramiz. Yaxshi.
Yaxşı. Naq şulay. Şulay bulgalı demek. Anlaşıldı? Hem de aydayız dürüst cevabını yok. Dürüst cevabını tugul. Kompüterning javobini tinglab qarayq. Mana şulay keladi. Mana şulay keladi bilan. Yaxshi, aydayız ikkinchi variantigizda aytib qarag'iz. Demak, biz sizni e'tibor bilan tinglaymiz. İğne. İğne? Nerse? İğne. İğne. Anlaşıldı. İğne. Dalil birigiz yaxshi. İfanasında işlep o'tirayında ifanası degan so'z. Qaysi yoqdan kelib qisilgan? Beylaganda ko'zi tushib qoladigan izlaysan. Nishlaganda? Beylaganda. Aha. 12 balasi. Balalarini qayerga qo'yamiz? Balalari yo'q. Nechik? Balalari to'lmagan. Balalari to'lmagan hali. Anlaşıldı. Bir kitap qurur ekansiz. Yaxshi. Yine o'zingiz da kelasiz, ham endi biz da kelamiz. Yaxshi, anlaşıldı. Hem endi sizning uchinchi variantingiz nechikroq bo'lajak? Tish. Nechik? Tish? Endi tish. Qiyila o'tirgan tishmi? Alla oshib turgan tishmi? Nasıl oshib turgan tish? Nasıl oshib turgan? Demak, kishining tishlari. Şulaymi? Anlaşıldı? Demek ifanası biz aşağında şunday tovushlar chiqaramiz. İfanası lash deb boshlaymiz. Hem de 12 balası. Ana shunday deb toshlar aşağında demek bizning ovozimizda 12 gina qolgan. 12 iste, 12 osta, alayda 32 ga to'lmaydi, 24 gina bilan yaxshi. Kimning tidi jilaysan, albatta tishga tegish kishilar jilay. Hem de ning tishda izlaysan. Demak, tisha boshlagach, biz ularni shulay izlay boshlaymiz. Yaxshi, anlaşıldı. Mana endi javob bo'larmikan, siz nechta o'ylaysiz? Kelimi alqishlarmi? Bilmaysiz. Alqishlar deb qichqirganda bir yigit. Rafis. Ul kim? Menim uni. Enigiz. Anlaşıldı. Hem de aydangiz tinglab qarayq, sizning enigiz haqmi, yo'qmi? Mana shulay. Üç variantingiz bo'ldi, hem de birisi de dürüst bo'lmadi. Yaxshi, sizin bilan olaysa sog'lashamiz. Kayfingiz bek yaxshi ko'tarildi bo'lay. Sizning ismingiz nechik? Razina. Yaxshi. O'zingiz bilan tanishtirib ketsangiz edi. Men pedagogika universitetida o'qiyman. Anlaşıldı. Hem de bizning bir konkursimizda ishingizda chiqqan edingiz bo'lay, shulaymi? Anlaşıldı. Demek biz sizin bilan tanish, hem de sizning javobingiz nechikroq bo'lajak? Men nima o'simlik deb o'ylayman. O'simlik. Demek osh bo'lsa yota, to'q bo'lsa turib o'tira. Shulaymi? O'simlik. Yomg'ir yog'masa bitingda ishingga o'simlik. Yomg'ir yog'ish, ular tırnaklanıp giderler. Anlaşıldı. Sizin demek mantığınız anlaşıldı. Demek suyu içmişten üstünlükte durup basan, ki ayında kırılık olsan, demek o yatıp tura, hem de bu cevaptan şunda cevap tura kilem. Yaxşı, sizin demek fikriniz anlaşıldı. Hem de ikinçirak türler uğlap qarıq. Sizin fikirler yönelişiniz bir de dürüst ötülün. Demek, oş bo'lsa yata, to'q bo'lsa turib o'tiram. Shundan buni aytganda bu tabışmaq bek jengil deb bo'lib tuyulgan edi menga, chunki rus tilida da naq shunday tabışmaq bor. Hem de siz tabışmaqlar bilan qiziqsangiz, demak, sizga bu tabışmaqqa da javob beru bek jengil bo'lajak. Mana edagiz o'ylab qarang. Osh bo'lsa yata, to'q bo'lsa turib o'tiram. Albatta, yota ham turib o'tira bu tiri predmetlarga g'ana qaramay, tiri bo'lsa predmet bo'lmaydi. Tiri bo'lmagan demak jonsiz predmetlarga da qaray oladi. Haligi so'zlar shulaymi? Razina. Demak anlaşıldı. Demak osh bo'lsa yota, to'q bo'lsa turib o'tira. Haydagiz o'ylaymiz. Alo. Bundan. Shulaymi? Sizin tavuşunuzni eshitdilmi? İkinci variantında bu boş qo'yiq deb bilmayman. Neyse? Boş qo'yiq.
Kulak. Aya. Boş kulak. Ikinci sözler bilen aytsak nerse bula? İkinci sözler bilen. Aya. Bilmiyorum nişik bula eken son. Boş kulak. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Hem de bizim cevabımız anlaşılarak bulaşak. Siz biraz yakınırak geldiniz. Dürüst cevapka. Hem de belki eşinci variantınız dürüst bulaşak. Ben de sizden dürüst cevabını tartıp çıkaram bulayım. Üçüncü variantım jilken. Jilken. Anlaşıldı. Aşı bolsa yata. Jilken. Tuk bolsa durup otura. Şulay mı? Şulay mı bu? Şulayında. Anlaşıldı. Yaxşı. Yaxşı. Hem de klip alabız mı? Ha? İyi, alabız. Mana şulay etip biz kiremiz. Hem de rizine kazanışa karşı bu yol sizin cevaplarınız dürüst bulmadı. Yaxşı tağın şaltıratınız bizge, çünkü tağın 27 minut vakıtınız var. Hazırga biz sizin bilen soğulaşabız. Yaxşı mı? Yaxşı. Yaxşı. Sağ olabız. Bizning aniga javobni Albina. Aytashak. Şulayım Albinam. Aya. Mine endi iki topqir redden bizga Albina şoltiratib erişen. Hem endi belki bu javobı da dürüst bulacak. Demek, yek salsan yeri, yekini alsan tok dey. Nerse eken bu? Bu meni uyg'onsa girli saat bo'lar. Chunki ana girin olsang u og'ir kerak, u to'xtay. Olmasang u og'ir giyindi. Şuna yeri yo'q. Anlaşıldı. Bizning bunday akıllı kızlar koyan barlıkka kele eken. Sen bana özün oylap taptınmı? Nelle indi sana bir kim buluşkan eken? O'zim o'ylab topdim. Şulaymi diyeyim? Iya. Молодец, desem Rusya bulayında men seni bek maqtaysa kele. Şimdi senin cevabın şundan da dürüst sayı. Şundan da bu birli saat. Hem de mene şulay etip bizning Albinamızga tagın 3 bal istalay. Hem de onun barlığı toğusu balı var. Yaxşı qıdlayım senin Albinam. Hem senin için bizning dokunlarımızdan çayif türkümü, Gufuduyuz çayif türkümünde eligin çayif tap ketim. Senin yaratkan jürsün Zeynep Abal. Demek Zeynep Farhadinova. Zifar Bilal birgelep Sündülarında isimli jırını başkarıp çıkacak. Hem de senin bilen Albinam uzakka hoşlaşabız. Hem de tağın şaltıratı bizge yaxşı mı? Yaxşı mı? Yaxşı mı? Yaxşı.